Bizani hoji onamizani 80 yoshlari, ya'ni ummat bo'lgan kunlari bilan jamoamiz nomidan tabriklaymiz. Alloh rozi bo'lsin sizdan. Ikki dunyo saodatini ko'ring. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga munosib ummat bo'lib, hoji onam. Bitta narsa aytaman sizga. Kampirlar jannatga kirmaydi. Kirmaydi jannatga kampirlar. Shuni bilib qo'yinglar. To'g'risi jannatga kampirlar kirmaydi. Ha? Nimaga deysiz? Chunki yosh qiz bo'lib kirasizlar. Kampirlarni jannatga kirgizishmaydi. Yosh qiz bo'lib kirasizlar inshaalloh. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldiga bir kampir kelib, "Men jannatga kiraman" desa, "Yo'q, kampirlar jannatga kirmaydi" desa, xafa bo'lib ketib qolgan ekan. Keyin tezda borib ayting, kampirlar jannatga kirmaydi, faqatgina yosh qizlar kiradi deb aytgan ekanlar. Inshaalloh hammanglar yosh bo'lib kirasizlar jannatga. Jannat yoshida vallohu olam erkak kishi 30 yoshda, ayol kishi taxminan 18 yoshda bo'ladi. Navqiron. O'shaning uchun inshaalloh Allohim nasib qilsin. 18 yoshingizda eslaysizmi? Jannatda o'sha yoshda bo'lasiz. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Hoji ona 18 yoshingiz bilan o'zingiz borasiz, yuring. Kuch quvvat beradi Allohning o'zi, yo'l ochadi. La havla va la quvvata illa billah. بيقى بندر لا يرى عن يمينه لا حول ولا قوة إلا بالله لا يرى عن لا حول ولا قوة إلا بالله كل ساعة لا حول ولا قوة إلا بالله هذه مالك في صلاة في بعد صلاة يوري حاجة يوري خاص ودي حاجة ودي فيشن استيوزي حاجة أنا keling hojoni bu yoqqa keling mana Hamid tijorat keling. Yo'q, qo'ying hojoni. Vaqt bor edi, g'animat. Maza qilib qo'ysangiz, boshlaysiz. Foydalanib qolsanglar-chi, bemalol. Ana shuncha rijol sizlarni himoya qilib turibmiz. Sabr qilib turaveringlar bemalol. Hozir odam kamayadi, Hajr Asvad toshga o'pas, tashqisa. Turaveringlar shu yerda, hozir odam kamayadi. في الأرض وغابت حناجر ووعود Ketib qolmanglar faqat, xo'pmi? Ketib qolmasanglar hozir odamlar kamayib boradi, Hajr Asvad toshga o'tib turadi. Bo'ldi, qochuvering, bo'ldi, qochuvering. Faqat ayollarni o'zi-yu. وحدك اليوم في السماء فأين الأنساب أين الأرض أين الأنساب أين Bo'ldi, chiqaring.